Shahar qanday ta'minlanadi aynan elektr, gaz masalasida? Birinchidan bizada bu yerda gaz bo'lmaydi. Bizada 3 xil energiya har bir binoga keladi. Bittasi elektr, asosiy. Keyin binoga issiq suv va sovutilgan suv keladi. Sovutilgan suv bu sentral sovutish tizimi. Markazlashgan bo'ladimi hammasi? Da. Alohida bo'lmaydimi har bitta xonadonda? Xonadonni qarang. Binoga bizani markaziy sentrdan par keladi. Uni siz maxsus har bir lotda оборудование turadi, undan issiq suv qilinadi. U отопление uchun va issiq suv uchun и sovuq suv qilinadi. Sovuq suv u siz kranni ochgan sovuq suv emas, u 6 daraja juda sovuq suv bo'ladi. Uni konditsioner uchun ishlatiladi. Bu sentralniy tizimda bu texnologiyalar ko'p davlatlarda ishlatilgan texnologiya, bu yangi texnologiya emas. O'sha sovuq suv olib kelib, havo sovutiladi binoda. Unda sizda bizda hozir mana har bir yangi binoga ko'rsangiz, bundoq aniqlar turadi. Kompressorlar turadi, kondensatorlar turadi-da. Ular kerak emas. Chunki bu binoda har bir binoning o'zini bir sentral tizimi bo'ladi. O'sha yerda sovutish, isitish anaqa bo'ladi. Xonadonda kontrol bo'ladi. Ya'ni bizda hozir masalan отопление yoqqanda kun issiq bo'lsa isib ketadi, odamlar oynani ochadi, isrof, energiya isrof bo'lyapti. Hozir mavjud Toshkentning o'zida isitish tizimi bilan muammo borda, chunki markazlashgani hisobiga. Odamlar o'zi tanasida his qilgan paytida u tizimni yoqib o'chirgani ko'proq to'g'riroq deb hisoblashadi-da. Endi unda sizda bu yerda qarang. Har bir binoda o'zini binoda kontrol bo'ladi. Chunki biza nima deydi, bitta markazdan ularga faqat issiq suv olib kelib bermaymiz-da. Har bir lotda o'sha kelgan parni ular yoki sovuq suvga qiladi, yoki issiq suvga qiladi. Ya'ni har bitta domni o'zida bo'ladimi bu kaliti? Lotda bo'ladi. Xuddi keyin har bir binoning o'zini kontroli bo'ladi, to'g'ri. hududiy issiqlik ta'minotiga o'xshab demoqchisiz? Shunaqa, da. Yana muammolar yuzaga kelishiga sabab bo'lmaydimi bu? Endi bu hozirgi tizimdan murakkabroq hodisa bo'ladi, lekin shu siz aytganingizdek bu imkoniyat beradi, shu binoni masalan bahorda, goh payti binoni bir qismi quyoshga qarab turibdi, isib ketyapti, boshqa qismi sovib ketyapti-da. Yoki bitta bino soyada turibdi, boshqa bino quyoshda turibdi. Sizda imkoniyat bo'ladiki, shu soyada turgan binoni isitish, quyoshda turgan binoni isitmaslik. Shu tizimda shunaqa imkoniyat bo'ladi. Hozirgi mavjud Toshkentda unaqa imkoniyat yo'q. Siz yoki isitasiz, yoki isitmaysiz. Ya'ni hokimiyatning qaroriga qarab qolmaydi bu isitish tizimi. Chunki energiya keladi, ular o'zligi keragicha yoki isitadi, yoki sovutadi. Yana bitta savol borda, Temur aka, mana bu yerda gaz bo'lmaydi deyapsiz, demak elektr energiyasi hisobiga bo'ladi-da, elektr toki hisobiga. U qanday? Yo'q, отопление, konditsionerni anaqa bo'lmaydi. Yo'q, elektr hisobiga bo'lmaydi. Aytmoqchi bo'lganim, gaz yoqiladi-ku, oddiy gaz yoqamiz-ku, ovqat pishirish. Ovqat pishirishga elektr ishlatasiz. Xo'p, u qanday yetadimi ya'ni elektr energiyasi? Juda yaxshi savol berdingiz. Shunda bizada har bir bino kategoriyasiga biza binolarni bir 40 ta har xil turiga bo'lganmiz. Bog'cha, kasalxona, yashash hudud, ofis, торговый sentr mana shunaqa bo'ldik. Ularga hammasiga energiya tejamkorlik talabidan yozib chiqamiz. O'sha asosda ular binoni qanaqa qilib joylashtiradi, quyosh yorug'ligini qanaqa qilib ishlatadi. Bu tekin-ku, quyosh chiqyapti, uni ishlatish kerak. Qanaqa izolyatsiya qiladi. Shuni hammasiga e'tibor berib, binoni energiyaga talab kamida 30% kamroq bo'ladi. Ya'ni 30% energiyani har bitta bino o'zi ishlab chiqaradi, shunday demoqchisiz? Oddiy, mana masalan mavjud Toshkent binosini olsak, u bitta bino qon energiya sarflaydi. Xuddi o'shaqa bino yangi Toshkentda 30% kamroq energiya sarflaydigan bo'lishi kerak. Energiya tejamkorlik orqali. Oyna, binoni joylashtirish, izolyatsiya yaxshi,
ortiqcha joyda energiya sarflanmasin. Mana ko'p joyda siz e'tibor bersangiz, masalan, chiroqli yoqib turadi, kunduzi ham kerak bo'lsa ham, kerak bo'lmasa hamda. Mana shunaqa narsalarni ketkizib, bino kamroq talab qiladi. Bino kamroq talab qilsa, bizada anaqa bor, prezident farmoni bor. Tomlarning ustiga quyosh panellari o'rnatish kerak. Ular quyosh panellarini o'rnatsa, uni energiyasini bir qismini o'zi ishlatsa, demak biz 30% ga tushirdik, bir qismini quyosh panelidan chiqazyapti, yana pastga tushdi. Mana qolganini biza yetkazib berishimiz kerak biza. Qolgani degani necha foizi? Ну, 50 dan 70% gacha desak bo'ladi. Da? Demak u nima uchun bizaga shuncha ko'p energiya kerak bo'lmaydi. Mavjud Toshkentga qaraganda har bir odamga, har bir harakatga. To'g'ri, tramvay bor. Tramvayga energiya kerak, elektr. Elektrobuslar hammasi avtobuslar faqat elektrobus bo'ladi. Unga kerak. Hozir elektromobillar ko'payyapti. Da 30% elektromobil bo'lsa, da unga ham energiya kerak. Uni hammasini ta'minlab berish kerak. Tejamkorlikdan boshlamasak, bu narsani eplolmaymiz.